Pul topaman deb o'lib ketma. O'zing ishlatadigan gugurt cho'pini ham olib keta olmaysan. Rizq Allohdan. Sen jannatni harakatini qil. Vaqt o'tyapti, keyin qaytib ola olmaysan. Negativlik qilmasdan bir o'ylab ko'rganmisan? Bir e'tiborsizlik onalar tarbiya bermaydi, o'zligini o'rgatmaydi. Mana shu PUBG o'yiniga zombi kabi kirib ketayotganlarni o'ylab video qilyapman. Mana shu harom o'yinni o'chirib tashla. Ertaga senga hech qanaqa foyda keltirmaydi. Bu dunyoda solih amallar to'plash uchun kelganmiz. Ko'zingni och, faqat qabrga kafanlarni olib ketasan, xolos. Sen har bir qilayotgan amallar seni jannatga yoki do'zaxga yaqinlashtiryapti. Ko'zingni kattaroq och. Alloh tomonidan berilgan vaqtni qayodagi bir o'yinlarga sarflama. Balki men bu videoyimdan keyin yaxshi bolalarni deb Alloh huzurida mukofotlanishim mumkin.